Apple o'zbek tilida nima bo'ladi? Olma. Bilasizmi siz ham? Bilmaganingizda ingliz tilini sizga tekinga o'rgatardik. O'z tanishingiz bormi ingliz tilini bilmagan? Ingliz tilini bilmaydigan hammasi ingliz tilini biladi. Apple olma. Olmami? Nima iPhone aytyapsizmi yoki mevanimi? Bilmaganingizda sizga ingliz tilini polniy tekinga o'rgatmoqchi edik. Siz. No, mayli. Bilishmaganligida ingliz tilini tekinga o'rgatardik. O'z tanishingiz bormi bilmaydigan? Bor. Bormi? Da, Tohir Shu aka. videoni tashlab qo'ysangiz ularga tekinga o'rgatamiz. Lekin My School'da как раз ta'lim grant ketyapti. Unda 20 ta o'quvchiga ingliz tili kursini tekinga o'rgatamiz. 20 ta o'quvchiga IELTS kursini tekinga o'rgatamiz. 20 ta o'quvchiga 50% chegirma qilib beramiz. Rostdan. Da. Qanaqa qilib bunga qanaqa berishsa bo'ladi? Bunda qatnashish uchun shu videoni tagiga plyus qoldirishingiz kerak. Zo'r, qoldiraman. Apple o'zbek tilida nima bo'ladi? Apple o'zbek tilida. Da. Olma. Bilmaganingizda ingliz tilini sizga polniy tekinga o'rgatardik. Ha, My School'dami? Da. Tasavvur qiling, men endi bilmadim, Apple aytaman. Shunda meni olib kirib bitta o'rgatarmi deydi hozir? Da yozib qo'yardi tekinga o'rgatardik. Men demak, shunda hozir sizlar bilimsizlikka mukofotlayapsizlarmi? Bilimsiz odamlarga bilimni tekinga o'rgatmoqchimiz.